Namratlık mahallesiga qaytib poyez biltin satib algan. Əməliyyat siz maşinni meni satib aldınız. Mən muşu maşinni beqish uchun şu 1 kilometr yol mansam 6 mo'challam ketdi deb qaraysiz. Əməliyyat siz eng cho'ng xatolashdingiz. Əməliyyatda mashinangiz qanday pul yeydi desa, siz satib olgan 50 ming ko'ymi mashinninki pulisiga hisob. 50 ming ko'ga olganda 1 kilometrsi 6 mo'ga mangibdi. Shunday emasmi? Lekin siz 50 ming ko'ga mashinani olganligingizni unutib qoldingiz. Ondan keyin mashinani 10 yil haydadingiz deyli. 10 yil jarayonida siz 10 yillik boshan qancha pul? 1800 ko'ydan 18 ming ko'y deydi shundaymi? 10 yil jarayonida siz mashinangizni ustamamsiz bir yerga? Ha? Asra shaqqa bormi yo'qmi? Ha, masalan 1 yillikqa 500 ko'y asra shaqqa desak 10 yilda 5000 ko'y o'tdi shundaymi? 5000 ko'y haydadingiz 10 yilda. Ondan keyin yana 10 yil jarayonida tinchafay tilamsiz. Bir kunlik o'tdi hisob bilan 5 ko'y desak, bir oyda qancha pul? Ha? 150 ko'y 1 yildacha. 1500 ko'y 10 yildacha 15 ming ko'y. 15 ming ko'y tinchafay to'laysiz. Tilamsizkan. Ondan keyin yana qanday chiqimi voya mashinaningki, galsukonlarga chiqamsiz, mangamsiz. Hamda shofayzanninki 10 yillik haqqini 10 ming ko'y deb turdi. Unda siz mashinangiz 10 yildan keyin 50 ming ko'ga yaramta mashinangiz 10 ming ko'ga yo'g'an shundaydi. Undaqda mashinaning 40 ming ko'y ziyonini yozasiz menga. Undan keyin siz 10 yil mashina haydabdingiz. 10 yil jarayonida 28 ming ko'y, 33 ming, 48 ming, 88 ming ko'ylab qanday qildingiz? 88 ming ko'y chiqim qildingiz. Undaqda siz endi xo'shras 10 yil jarayonida qancha ming kilometr yo'l mangasiz? Ha? 50 ming kilometr desa, 50 mingni 6 mo'jam ko'paytiriladi. Ko'paytirilgan 0.6. Hisoblanglar telefoningizda. Qancha pul ketgan? Ha? Qancha pul ketgan hisoblanglar, kina telefoningni atlama, jusanjiga qo'shib 30 ming ko'y bilan ketgan, meningga 88 ming 30 ming qo'shaman, qancha pul ketgan? Ha? 118 ming ko'y ketdi shundaydi. Undaqda 118 ming ko'y pul 10 yil mashina dedingiz. Tushungan. Endi men sizga deyman, shu 10 yil jarayonida mashinangiz 5 yil uyning ichida bekor turdi. Haydamaysiz. Shundaymi emasmi? To'g'rimi xatami ko'pchilik? Bekor turtganda mashina zibuzunday to'lab, shundaydi. Undaqda qarang. 10 yil jarayonida 5 yildan asosan men ishimni 7 yil bekor turdi. Haydib qolvaqtingiz 3 yildan chiqadi. Undaqda men qaranglar ko'pchilik. Siz 10 yilda 118 ming ko'y haydab qanaqsiz? Mashinaning huzurini sürtme dersiz. Əməliyyatda men sizga dey, agar siz 10 yil jarayonida 118 ming ko'yni taksiga haydagan bo'lsangiz, taksiga nega borsangiz, mashina to'sab borgan bo'lsangiz, men sizga dey 50 ming ko'y pul qishingizga qoldi. Ishonmasangiz hisoblab boqing. Chunki taksiga chiqsangiz, boshan fayni taksi to'laydi. Rumini taqqan taksi to'laydi. May pulisini taksi to'laydi. Biz faqat hojatimizni chiqib olsaqlar bo'tqanto. Ma'lum taksi qulaylik emas. Ima telefoningizga to'ngchang atib olaya. Tank Senbay degan mashinani bir kunlikka 60 ko'y, 70 ko'y, 100 ko'yga ijara qilibdi. Undan keyin menda men bir kunsa Qashqarga mangdim shundaymi? Qashqarga sayohatga borib, aeroplandan tushib, bir kun burun mashinani meni zakaz qilib qo'ydim. Shang'uchadan beni bir kunlik 200 ko'y. Endi bu Shang'uchani aeroplan stansiyasininki mashina to'xtash o'rniga qo'yib qo'ydi. Men soat manchadan mashinani aşağı olib pulang desam, aeroplandan tushib sanlam mashina tayyor. Mashinaga chiqitma, kinishkina narsaga tortyapti. Undan keyin ijarani to'g'ri tutma. Ondan keyin 3-4 kun haydab bo'lgandan keyin qanday qilib mashinasini qaytarib bertma. Men asosan mashina haydayotgan har kuni asosan vaqtim yo'q meningki. Men xizmat qilasam nima ish qilmay desa, Didi to'sitma, uni to'sitma, buni to'sitma deganday qilib, amaliyotda bir mashina haydab, bir mashinani sotib olib, mashinaning qo'liga aylangandan mashinani sotib olmay boshqalarning mashinasidan foydalana olgan odam noch hozir. Endi o'ylab qo'ying, mashinaning chiqimi haqiqatan jiqmikan? Lekin siz burun ma'ni bilmaydinglar bu o'rningda. Faqat mashinaningki 1 kilometrga qancha may yetganini bilasizlar. Siz ma'nosini birini hisoblab beqsizmi? Asal shaqadan tortgan meni, ha? Hisoblab beqsizmi? Endi yeni mashinani jur'at qilamsizlar? Ha? Jur'at qila olamsizlar ishqa? Mashina sotib olganlik, namratlik mahallasiga qaytib poyez biltin sotib olgan.
Qat'iy ishoningsiz, men turmushimni huzurlantirma deysiz. Men jafo tortib bir mashina paydasam nim bo'libdi deysiz. Nomratliq mahallisga qaytdingiz. Shundan ko'pchilik agar sizning mashinangiz 500 ming ko'lab mashina olib qolsa, 10 yil aydasangiz uning chiqimi osmon zamin taqa. Xatoim to'g'rimi? Ma 100 ming ko'y pul qanday o'tsa 1 millionga aylanib ko'chadi. 500 ming ko'lab mashinani 10 yil jarayonida siz 1,5 millionga aydaysiz. Emniyatda 1,5 million pulga 10 yil bir tal. Undaqda ma poyez bildi ko'nam ekan sizga. Sizni ko'rmaydi, asta-asta nomratliq mahallisga boshlaysiz. Shu bugundan tortib mashina qarz mulkka yaqin kelmoqman. Bundan keyin mallamaja bayli mashinali yurtga yo deysizlar shundami? Esingizda bo'lsin, boy odamlar 1 millionga mashina olib qo'ysa, undan keyin 100 million puli bor. Siz ulardan o'zingizni o'xshatsangiz bo'lmaydi hozir. Agar bir odam 5 yil xizmat qilib 200 ming pul topsa, bu odam nima ish qilishni yaxshi ko'rdi birinchilab? Ha? Shu birinchilab shu mashina olishni yaxshi ko'rdi. Unda da 200 ming pul bevosita bir mashinaga aylanib ketdi. Ma mashinani 10 yil aydisa, ma birodar 1,5 milliondan 1 million deb turdi. Ma chiqim qildi. Ma mashinani 1 millionga 10 yil aydaydi. O'ylab qolib bek azobli emasmi bu? Ha? Pul osmonda uchib keladi ta? Ha? Pulni biz qinimizni sotib, emgak kuchimizni sotib tepatibmiz. O'ylash kerak pul degandan. Bundaqda moliya savod tarbiyasi bilmaydigan odam 200 ming ko'yni darhol mashinaga almashtirdi. Undan keyin mashinaga bir muncha qarz to'lab o'tdi. Yana davomli qat ishakda ishlash to'g'ri keldi. Lekin moliya savod tarbiyasini biladigan odam 200 ming pul yoqqandan keyin nima ish qildi bilamsizlar? Ha? Lobito chunshini so'zlab qo'ya. Lobito chunshi bir kun esa 800 ming ko'ylaq bir Bauma mashinani yaxshi ko'rib qolgan. Ayni vaqtda Bauma degan Porsche sohasidagi eng mo'chi mashina. Endi bu mashina sotuvchi izlab 20 yil izlab aran tasda bir tal Bauma mashinani beni tepib, Lobito chinishiga telefon qilgan. Telefon qilgandan keyin birodar xotini bilan sayohat qilmagan, a mashina paydo bo'libdi desa, darhol mashinamni ko'rib kelay deb, mashina sotgan CS'danga borgan. Borgandan keyin ma mashina bütün yer sharida faqat 100 dollar bormaninki degandan keyin lokin, men haqiqiy natija qozondim deb Baumaning ichiga chiqib, Balaqa Baumani bir o'taldirib lokin, g'um qilsa Lobito chinishi ha deb kulib ketgan. Ankin mayga dasab, shani ikki aylanib o'tgandan keyin yenib kelib, "Ma mashina bakni o'chgan, oldim" degandan keyin sotuvchi darhol arimani tayyor qilgan oldiga. Ana Lobito chinishi qanday qildi? Hammadan pul to'laydi deb qaradi shunami? Ma birodar pul to'lamay mashinadan chiqib lokin, xotini bilan billa ketdi. Mashina naydab bo'lib ketdi. Ketgandan keyin nima ish qildi? 800 ming qo'yga bir tal uyninki bahosi tushib ketibdi dachining. Undan keyin ma birodar 800 ming qo'yni olib bir tal uydan bin sotib oldi. Uydan bin sotib olib, ma uy 1,5 yildan keyin ma uyni ma birodar 1 million 600 ming qo'yga sotdi. Undan keyin ma o 800 ming qo'yni keyin 1 yildan keyin Bauma mashinanining bahosi 600 ming qo'yga tushdi. Levshmanga. Ankin Lobito chinishi ma mashinani uyga olib ketdi. 800 ming qo'y pul yana qo'lida qoldi. Mana moliya savod tarbiyasi o'rgangandan bitmaydi. Endi mavsal yiroq ko'rinib masalan 50 ming qo'y deb turay. 50 ming qo'y pul topdim. Meningki bir o'quvchi o'sha darsni olmasdan burun 50 ming qo'y pul yig'ibdi ekan. Mashinaga so'ygan. Alay deb turgan chog'da Qurbanjon molimning darsi uchrab qilib, olmabdi bu. Keyin darsim kelgandan keyin, meningki darsimni o'rgangandan keyin endi bu 50 ming qo'g'in mashina olish bak orzusi ekan. Cho'qim olsam bitta qanday qilma degandan keyin emisa sen hozir hokim Urumchidan 10 tal DD taksi haydayotgan shoferni izla. DD haydayotgan. Mashinasi yo'q, DD haydagisi va mashina ijara haydayotgan 10 odamni topgan. Undan keyin 10 odamni topib bo'lgandan keyin sen berib 50 ming qo'g'a haliqda o'zingizning eng amroq tok mashinasini ol. Olgandan keyin tok mashinani qandaga mushu 10 odamga ijara bergan bir odamga. Buningki ijarasi qancha pul desa 3500 qo'y. Ma eng to'g'ri bo'lma bu. Undaqda ijarasi 3500 qo'y bo'lsa, men 50 ming qo'yga bir mashinani minib, ijara bir odamga 3500 qo'yga ijara berdim shundami? Endi molni men qolsa mashinani aytmayman-da. Yaxshi. Yana 50 ming qo'y 50 ming qo'yliq mashinadan bini endi biz Daykonga olamiz. Daykonga olamiz. Mollimning 50 ming qo'y tushunib chiqib kelib, o'zim aytmayman, Daykonga aytmayman. Deb so'raychunama.
Undaqda Daykonga mashina olgandan keyin 50 ming ko'ylab mashina Daykon 3 yillik qilsam, odatda bir oyda 1200 ko'y atrofida pul tursam bu. Lato. On bir oyda tok puli, asrash puli deb bu pul 2000 ko'yga aylanamta. Bavshan foydasi bir oyda 2000 ko'ydan 3000 ko'yga aylanamta. Mashina aytgan pulam aylanayotgan to. Aylanto undaqda mana 3000 ko'y, men o'zimning mashinasidan kelgan 3000 ming ko'y pul, meningki Daykon mashina chiqimimning hammani qilib berdi. Meningdan yana 500 ko'y pul ishib qoldi. Xo'sh, 3 yildan keyin men 2 mashina qilib qoldim. Chunki mening Daykonni ijara bergan mashinam to'lab bersa, men 2 yildan keyin 2 tal mashinam butun mumkin. 2 tal mashinamni 2 yildan keyin 50 ming ko'yga sotib olsam, men 2 yil mashinani rahat haydab, bemo'jan zan topdim. Ko'rdingmi? Mana biz moliya suv tarbiyasi deymiz. Lekin jaqadam qandaqda 50 ming ko'y olib lekin bu yoqda mashina almashtiribdi. 50 ming ko'y pul tugidi. Lekin moliya suv tarbiyasini bilib qolgan 50 ming ko'yni mol mulkka aylantirdi, pul topgan. Daykonga bir mashina men oldi, undan keyin qanday oldi? 2 yildan keyin 50 ming ko'y pulisi saqlanib qoldi, ham ortiq mashinadan biz paydo olmadimi? Yani mana biz moliya suv tarbiyasi deymiz. Shunga bir odamni masalan saypiyodin bir odamga 1 million pul nima ish qilamsizlar madam? Sizga 1 million saypiyodin mukofot chiqsa nima ish qilsizlar? Bir deb qo'yinglar. Saypiyodin 1 million mukofot chiqsa qanday qilsa deb qo'yinglar. Ash o'ltiqlandan edi. Men do'kon olaman. Zaminliq do'kon otgan. Asli o'taman. Asli 1 million chiqsa nima ish qilsizlar? Saypiyodin. Sizlar qanday qilsizlar? Birinchi mashina otgan shundami? O'zinglar deb qo'yinglar 1 million chiqsa nima qilsizlar? Uyatman, ayt yaxshi. Qalanglar mana. Saypiyodin 1 million chiqsa, bitta odam Davshibanga kelay deb aytayman. Ko'rgansizlar? Mana sizning aqlsizlik qilinglar. Mashina olmanglar, uy olmang debsiz. Yana atma. Darsni bekor qilinglar sizlar. Bundaq sanab bo'lmaydi ko'pchilik. Nega? Masalan, menga 1 million chiqsa, men nima ish qilib bilamsizlar? Men 1 million pul, meningki 1 million lashkarimga o'xshaydi. Men 1 million pulni mablag' silib, pul orqali pul topayotgan tijoratlarga ishladim. Ko'rgansizlar, sizlar xarajat qilib yo'q deyapsizlar. Vaqtliq narsaga xarajlaysizlar 1 million pulni. Shun qalanglar, moliya suv tarbiyasi bilmagan odamga saypiyodin 1 million mukofot chiqsa, afat. Chaqamada cho'lab ketsa turmushi odamniki. Lekin moliya suv tarbiyasi bilib odamga chiqib qolsa 1 million. Shunama Qurbanjon ma'lumga 200 ming ko'y pulni berib, bir umr shogird olib, 800 ming ko'y pulni shuk tutib, hech qanday tijorat qilmay, molim nega mablag' solatma 800 ming ko'y pulni kumush olamdimi, oltin olamdimi yoki biror shirkatning paychini og'illamdimi molim? Nima? Deb so'raydim odam. Lekin sizlarcha qalanglar mana. Dedimda o'zingizning niyatini oshkorlab bo'ldinglar. Demak, qalanglar, saypiyodin 1 million chiqsa, sizlar uchun yaxshi emas degan gap. Shun ko'pchilik moliya suv tarbiyasiga yo'l deb qo'y. Bo'lmasa pul topadigan fursat kelsimi o'tkazibsizlar. Bunday gap. Shunga mavsul bilan tikan 50 ming ko'yga 2 mashina otgan. Sinab baqsanglar o'tmoqman, reallikdan o'tganman. Lekin eng avval 10 tal ijaralar aytgan, ijara to'xtab qolmayotgan odamni topa olishimiz kerak. Hozir odamlar kallasi ishlayotgan bo'lib ketdi. 3 ming ko'yga ijara paydigandan Daykonga paydigan yaxshi emasmi? 3 yil desam dediğini mening o'tib mashinadan demanta. Anda ditqalim bor lekin Daykondan qo'rqib qoldi. Ashulni tepib ijara bersinlar. Daykon olmasam mayli men chiqib qarzlar olib qolmasam ditqal edam bor. Men 3 bir oyda 10 ming ko'y pul tepib 3 ming ko'yni bersam 7 ming ko'y qolsin mayli ditqadan bam yo'qmi? Qarzga 3 odam bor. O'sha odamni izlab tepib ijara bersangiz qandaqdir, sizga qandaqdir? Daqit. Qurbanjon ma'lum, menga hozir jiddiy pul lozim. Meniki dars anglagudek vaqtim yo'q. Men darsni o'rgansam lekin pul topitgan. Darsingiz bormi? debdi. Undaqdir bor. Pulni xajlagan sira ko'payishninki maxfiydi. Ma dars 999 qo'y, bugun faqat 1 ko'y pul bilan uyangni gap ketalisizlar. Uningdan keyin Qurbanjon ma'lumning 2025-yildagi so'zlagan barliq naq maydon darsimni sizlarga sovg'at qilsam, agar sizlar ma darsni o'rgansanglar 1 yilda 30 ming ko'ydan ortiq pulni topalisizlar. Shuni 1 yilda 30 mingdan 100 ming ko'y pulni ortiq topaydiganlar darhol ayrimxona uchur qilish orqali dars tizimini to'sanglar bu